Assalomu alaykum. Video ishimiz Urganch shahar Boran zapravkada 210 metr kvadrat, o'rni 21 metr bo'lgan Yevro hovli joyini obzorini ko'rib chiqamiz. Bakatkangiz Boran zapravka 28 yo'li To'pur ko'chadan kirib kelsangiz, shundan yana Mashotkadan avtobus o'tib turibdi. Shu joyimiz sotiladi. Bahasi 110 ming dollar. Gaz, svet, suvdan muammosi yo'q. Hujjatlar ham tayyor, to'g'ri oformit etib qo'ysangiz bo'ladi. Hozir bir xatar ko'rib chiqamiz. Ko'chalarni dosh tashaladi endi. Demeshik. Bismillah deb ishan qismini ko'rib chiqamiz. Joyim ishan qismiga keldik. Ko'cha ishlari aytib o'tdik. Demeshik ishdan ketib shundan prixoshka zonasi bor. Bu nimaga juda yozibdi? Olib chiqib tozalab beriladi. Bedena portik qurilgan, uni rakovinasi qo'yiladi. Ayaklarni kafelda bosilgan, bellarimiz attachento. Ishdan ketib shundan ochiqtagan ko'rishingiz mumkin. Çok kelib ishlangan. Fotoğraflar полностью ручной работа. Taxlangan fotoğraflar. Birdən zinə getgan, zinəmiz ikkinchi etaja qarab, pastda zal, spalni, sanuzel, kuxnya doğruda boq tarafimiz bo'ladi. Ayaqtayimiz taxtadan pol bo'lgan, pollarimiz laklanib turibdi, yaldirab. Yo'llari attachento. Чисти klassik variantda ishlangan. Ko'rishingiz mumkin. Gösterimiz ishlangan, ko'rishingiz mumkin. Eshikdan qo'yilgan. Berimiz zal joyimiz. Ko'rishingiz mumkin, zallar ham katta tushgan. Eni 10 metr bo'lgani uchun hamma xonasi ulug'lab tushgan. Fotoğraflarni yuksak karton, attachento urilgan, astusheniylar tashalgan ichanda, ayakdan ichini ham astusheniya tashalgan ko'rishingiz mumkin. Полностью alangan konditsioner tochkalari, razvedka, kulchilator, televizor uchun tochkalar tashalgan. Berlar attachento. Ramkada ko'rishingiz mumkin. Fotoğraflar lekin dahshat olib chiqibdi. İçinde astusheniyalar bilan. İşten balandliklar baland 2,5 metr bo'ladi. Balanddan bo'lmasa. Zina quyma. Üstüne ishlangan. Tikirdamiz. Karıştırmayı tümünü karıştırmış etti. Ben de spalnizin kattaligini ko'rsatdim ki, вообще katta tushgan xonalar. Fonda потолокta gipsa karton, üstüne asfaltini tashalgan, oyoqlarimiz taxtadan pol bo'lgan, laklanib turibdi. Batareyalarimiz qo'yilgan, bog' taraflari ham ulug'lab tushgan ko'rishingiz mumkin. Bog'lar ham ulug'. Deb sanuzelimiz üstü resmi şu işlerden yapışıp ketilgan. İçan kısmı akfa. Ayaklarimiz kafel, topli pol, su şilkeleri qo'yilgan, vannasi, unitazi, rakovinasi, oynaları, aristollari qo'yib turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Ventilyatsiya joylari ham bor. Bir de kir mashin uchun tochka. İki ayna. Bu tomonda kuxnyamiz. Tochkalar ketib turibdi, gazlari ketib turibdi, kotellar qo'yilgan, topli pol ketib turibdi. Bu yerdan batareyalar qo'yilgan. Bu tarafimizda bog' taraf, bog'lar ham ulug' tushgan. 210 kvadrat. Ko'rishingiz mumkin. Bog'am bir 7 metr desam oz bo'lamikan. 7 metr 8 metr bog'. Fasad ishlangan bog' tarafdan burchakcha ishlangan, steshkalari полностью aylangan bog' tarafi. Tak, ikkinchi etaj ko'rib o'tamiz. Yana ko'rishingiz mumkin. Oq bilan derivanniy svetni kombinatsiya qilibdi. Cho'tga chiqqan, boshqa bo'lib fotoqolmaydi. Bu lyustralar asib turibdi. Tak, zalın üstünde zal, spalni üstünde spalni, kuxnya üstünde spalni, bende sanuzel bo'ladi. Bir chetdan ko'rib chiqamiz. Berimiz yana zal joyimiz bo'ladi. Bu aytganimizdek ulug'lab tushgan, devorlar attachento, ramkali variantda ishlangan.
Patologda gipsokarton, lyustralar ham qo'yilgan, svetlar ham o'zgarib yanadi. Ko'rishingiz mumkin. Oq sori konditsioner to'shaklar tashalgan, batareyalar tashalgan. Xonalar ulli. Keyingi xonamiz. Bu tomonda spalniga, katta spalni tushgan, ko'rishingiz mumkin. Laminat pol, ikkinchi etajdan o'zi ham laminat pol, birinchi etaj safsat bo'ladi. Devorlar fonda batareyalarimiz bor, lyustralar qo'yilgan. Yanamiz boq tarafdan aytganimizdek katta olib tushgan. Polning litniy kuxnya, tapchan qo'yib, suyduğumuz yanasından nestasi qoladi. İkinci etajdan sanuzelimiz var. Müşterisinin duşu etilgan, pol üstü kafel, töplü pol, kafel patologa değil, patologdan natijnoy unitazlar qo'yilgan, duşu etilgan, rakovinalar qo'yilgan. Svetlar yanadi. Bizga tenda jamabdi. Bu tomonda yana bir spalnisi, sal kichkinaroq. Aha, nisbatan, lekin kompaktli, o'zida garderobning messasi olmaydi. Ko'rishingiz mumkin. Böyle şkaf nasıl koysanız var, aylandırıp polkayetib qo'ysa bo'ladi, garderobni. Aynan meni ko'rsatdik. 210 metr kvadrat, aytib o'tganimizga 10-21 metr bo'ladi. Euro remontdan chiqib turibdi, klassik variantda. Bahosi 110 ming dollar. Kimga ma'qul bo'lsa, bemalol telefonlashib kelib ko'rsangiz bo'ladi. Telefon nomerini aytib o'tamiz: 99 946 76 66. Orientirimiz Boran Zapravki.